Assalomu alaykum hurmatli bog'cha mudiralari. Bugun sizlar bilan keyingi bo'limni ko'ramiz. Ya'ni eng asosiy bo'limlardan bittasi bu taomnoma bo'limi. Ya'ni sizlar nima ovqat pishirishlaringiz, qaysi mahalga nima ovqat pishirishlaringizni endi men tavsiya qilamanki, har oyni 27-sanasidan boshlab oy oxirigacha, masalan 28-avgust kuni sentyabr oyini, ya'ni 1-sentyabrdan 30-sentyabrgacha bo'lgan oraliqdagi barcha taomnomani aytib qo'yishlaringizni tavsiya qilaman. Tizim o'zi yuklashlaringiz kerak bo'lgan, ya'ni yuklashga ruxsatli bo'lgan taomlarni sanalarini ochib beradi. Ya'ni qaysidir sanani sizlarga taomnomasini ochib berdimi, demak tushuninglarki, o'sha tizimga shu mahalni taomini yuklashga haqqingiz bor. Ya'ni ochib berdi 30-sentyabrda, lekin bugun hali avgust oyi-ku, yuklamasligim kerak degan yoki yuklashga haqqim yo'q degan narsa bo'lmasin. Bu nima uchun kerak? Ya'ni oyning oxirida kelasi oyning menyusini aytib qo'ysalaringiz, sizlarga jami davomatlaringizdan kelib chiqib, Sanpin standartiga ko'ra qaysi mahsulotdan qancha kerakligi bo'limga ko'rinadi va o'shandan kelib chiqib sizlarga ta'minot o'z vaqtida, o'z o'rnida yetib kelishi ta'minlanadi. Ya'ni bu o'zlaringiz foydalaringiz uchun. Agar qaysidir mahal tushib qolsa, tabiiyki tizim o'sha mahalda hech narsa kerak emas deb hisoblaydi va ertaga keyin ta'minotda muammolar bo'lishi mumkin. Masalan, sizlar 5-sentyabr kuni ikkinchi tushlikka menyu yuklamasalaringiz, demak uni nol qilib ko'rsatadi-yu, ta'minotda 5-sentyabr uchun ikkinchi tushlikka ovqat hech qanaqa ta'minot yetib kelmaydi. O'shanga yarasha mahsulot berilmaydi. Endi o'sha uchun ham har bitta taomni 100% oldindan bir oyligini yuklab qo'ysalaringiz muammo bo'lmaydi. Mana hozir meni telefonimda xuddi shunaqa holat. Kecha menyuni omborxonasini to'ldirgandim. Kecha menga 30 kunlik taomnomani ochib bergan. Iyun oyida ochganim uchun iyul oyining taomnomasini ochib bergan. Agar men hozir iyul oyida omborxonani to'ldirsalaringiz, tabiiyki iyul oyining oxirigacha ochib berib turadi. Oy oxiridan keyin avgust ochib berib, shu bilan ulanib ketadi bu. Mana birinchi masala, men avval taomlar ro'yxatini bitta ko'rib olishim kerak. Mana taomlar bo'limiga o'tsalaringiz, bu shunchaki bir ma'lumot olish uchun kerak sizlarga. Mana bu mavsumiy taomlar ro'yxati yoz uchun yuklangan. Masalan, mana birinchi taomimizni ko'rib chiqamiz. Grechka yormasidan bo'tqa. Taom turi nonushtaga yuklanishi kerak. Protein, yog', uglevodlari va kaloriyasi 387 kaloriya beradi. Yosh guruhi, allergenlari yo'q ekan, umuman yoz fasliga mos keladi. Tavsifi ham bor va keyin tarkibi ham bor. Ya'ni grechka yormasidan bo'tqa bo'ladi 150 gram, sutli choy bo'ladi 150 gram, sariyog'li buterbrod 50 gram bo'ladi. Va bu uchun nima mahsulotlar bitta odam uchun qanchadan sarflanadi, uni batafsil ma'lumot bo'limida ko'rib olsangiz bo'ladi. Masalan, grechka yormasidan bo'tqa ovqati uchun grechka yormasi kerak bo'ladi 22,5 gram bitta bola uchun. Grechka yormasidan bo'tqa uchun sariyog' kerak bo'ladi 2 gram. Grechka yormasidan bo'tqa uchun shakar kerak bo'ladi 3 gram. Xuddi shunaqa mana shunday ko'rsating. Endi mana bug'doy noni kerak bo'ladi sariyog'li buterbrod uchun 40 gram. Bu bitta bola uchun. Aynan ana shu gramni sarflasalaringiz, sizlar ham, biz ham hech qanaqa chalg'imaymiz va bolalarga ham to'liq o'sha tarbiyalanuvchilarga ham to'liq ovqat o'z vaqtida yetib boradi va o'sha kaloriya, o'sha energetik ozuqasini beradi. Chalkashishlar bo'lmaydi. Birinchi oyda muammolar bo'lishi mumkin, ta'minot yetmasligi boshqa undan xavotir olmanglar. Ikkinchi oyda nasib bo'lsa menyuni to'liq yuklasalar, avgust oyidan sizlarga ta'minot o'z vaqtida har bitta narsa yetib borishi kerak bo'ladi. Mana sutli choyda sut kerak bo'ladi 100 gram. Va ikkinchi qitsiz og'irligini ham berib ketadi. Endi xo'sh, ozuqaviy qiymatlargacha ko'rsatilgan va qo'shimcha taom sifatida mana. Endi o'sha taom tarkibidagi taomchalar bular. Grechka yormasidan bo'tqa 150 gram. Xuddi buni mana bu yerda o'qidik-ku. Mana bu joyda o'qigan narsalarimiz endi batafsilroq tushuntiradi dedi. Hali rasmlari yuklanmagan, hali rasmlari, videolari yuklanib, bemalol sizlar videolarigacha, qanday tayyorlanish videolarigacha shu tizim platformaning ichida ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Mana tushlikdagi 10 ta tavsiya qilingan taomlar ro'yxati bu Sanpin standartiga ko'ra kiritilgan taomlar bular. Endi taomlar bilan mana shu yerda tanib chiqsak bo'ladi. Endi taomnoma bo'limiga o'tamiz. Masalan, menga mana iyul oyini 31-sigacha taomnomani bo'sh qilib ochib bergan. Hali bo'sh yuklanmagan. Ana bugunga taomnoma yuklamadim. Ko'rgan bo'lsalaringiz yuklanmagan turibdi. Har bir taomnoma o'zidan oldingi kunlarda qaysidadir yuklanish kerak. Ya'ni taomnomani bugun yuklab bo'lmaydi. Oldinroqdan yuklab aytib qo'yishingiz kerak tizimga. Shunda omborxonada yetarli mahsulot bormi yo'qmi, bularni ham tekshira olish uchun-da. Demak, men kecha yuklamaganman, shu uchun bugun qizil bo'lib qoldi ana. Yuklanmagan bo'lib qoldi.
Endi ikkinchi uchun menga mana 3 ta mahalga ham qizil turibdi, yuklashim mumkin. Endi e'tibor beramiz. Men taomnoma haqida soddaroq tushuntirib ketmoqchiman. Taomnomada 1-iyuldan 10-iyulgacha, 11-iyuldan 20-iyulgacha, 21-iyuldan oyning oxirigacha, ya'ni qisqasi 10 kunlik oraliklarda bir xil taom tanlay olmaysizlar. Masalan, 4-iyulda ham grechkaga suv yormasdan bo'tqa, 8-iyulda ham suv yormasdan bo'tqa tanlay olmayman. 10 kunda 10 ta taomni almashtirib tanlab berishim kerak bo'ladi. Ya'ni takrorlamasligim kerak bo'ladi. Bolalarning turli xil ovqatlanishi uchun-da endi bu narsa. Samit standartda shu narsalar ko'rsatilgan. O'shanga asoslanib ishlab chiqilgan. Mana demak, mana 2-iyulga yuklash uchun 10 ta taomga ruxsatim bor. Ana shu yerda ruxsat bor taomlar hammasi chiqadi. Tanlash bo'limida chiqdimi, demak ruxsatlaringiz bor uni tanlash uchun. Demak, 10 ta taomda masalan guruchli, sutli bo'tqani ertaga pishirmoqchiman 2-iyulda. Tanlashni bosaman, tasdiqlash. Mana bo'ldi, tasdiqladi, tamom. Bu unchalik murakkab narsa emas. Nima pishirsalaringiz o'shani shunchaki aytib qo'ysa bo'ldi. Yana endi tushigiga o'taman. Tushigida ham xuddi shunaqa 10 ta taom tanlashga nimam bor. Masalan, birinchisini tanlayman. Manpar kartoshka pyureni tanlayman. Buni ham tanla. Ikkinchi tushikka o'taman, unga ham o'sha tasdiqlangan bo'ldiki, qolgan taomlar yo'qoladi. Chunki tasdiqladingizda bo'ldi endi bu. Endi 3-iyulga o'tsam, endi e'tibor bersalaringiz 10 ta emas 9 ta taom chiqdi. Sababi men 1-iyuldan 10-iyulgacha bitta taomni zaynat qilib bo'ldim, ikkinchiga. Band qilib bo'ldim. Endi demak 3-iyulga men tanlay olaman 9 ta taomdan qaysidir bittasini. Xuddi shuna 10-gacha boraveradi. Masalan, ketdi, tanlayman. Buni ham tanlab qo'yaman. Endi 4-ga o'tsam mana o'sha 8 ta taom chiqadi. Shunday tanlab har bir oynikini men nima deydi, hozir masalan avgust oyinikini iyulning oxirida 27-iyulda adashmasam tizim avgust oyi uchun bo'sh menyular ochib beradi sizlarga. O'shanda sizlar nima qilasizlarki, bilasizlarki, demak avgustning menyusini yuklash kerak. Shunday qilib hamma menyularni mana shu yerda ta'til bo'lmagan kunlar mana 4-iyul уже juma, shanba, yakshanba demak 5-6-ga to'g'ri keladi. 7-dan yana taomnoma tanlashingiz mumkin bo'ladi va yana tanlayverasiz. Mana уже 7-ga tanlash mumkin bo'lgan taomlar soni chiqdi. Taomnoma shunday tanlanib ketilaveradi. Agar kimdadir misol uchun shu taomnomaga nimalar kerakligi, masalan, ertaga bilmoqchisizlar, zavqsiz bilmoqchi, sizlarda jami 200 ta tarbiyalanuvchi keladi. Endi taxminan aslida davomat 250 ta, lekin 200 talar taxminan tarbiyachi keladi. 50 tarbiyalanuvchi keladi. 50 talar davomat qoldiradi. Har kuni o'rtacha shu ahvol, uni bilasiz o'zingiz. Buni bilish uchun sizlar nimalar kerakligini bilish uchun masalan eng zo'r yo'llardan bittasi masalan nonushta ertaga guruchli sutli bo'tqa pishirmoqchisizlar. Sizlarga nimalar kerak? Batafsil ma'lumotni bosasizlar, ana bu yerda mana sonini yozasizlar. Masalan 200 yozsalaringiz mana nimalar kerakligini tizim o'zi chiqarib beradi. Demak 5 kilo guruch kerak ekan, 600 gram sariyog' kerak ekan, 1000 gram shakar kerak ekan, 11 kilo misol uchun endi 1 kilo shakar bo'ladi, 11 kilo sut kerak ekan, 11,2 kilo 150 gram tuz kerak, 6 kilo non kerak. Endi bu degani 10 ta non deganida 600 gramdan bo'lsa. 3200 gram, masalan 3 kilo 200 gram pishtoq kerak. Xuddi shunday gramda qaysi mahsulotdan ertaga qancha kerakligini ana shu mahalga chiqarib beradi sizlarga. Va ana shundan kelib chiqib sizlar olib o'sha skladdan olib nimaga oshpazga berib qo'ysalaringiz bo'ladi. Bu zavxozlarga taalluqli. Ya'ni qancha narsa kerakligini ana shu yerda kara-karasini ko'rib olsalaringiz bo'ladi. Va eng zo'r taraflardan bittasi, agar 16:00-17:00 oralig'ida shu ishni qilsalaringiz, ana bu yerda standart davomat yuklab qo'ysalaringiz ham bo'ladi. Bu bilan davomat bo'limida standart davomat nima ekanligi haqida gaplashamiz. Ancha foydali narsa bu ham. Xo'sh, demak ana shunday qilib taomnomalarni yuklab qo'yasizlar va taomnomani sizlar qaysi mahsulotdan qancha kerakligini bilmoqchi bo'lsalaringiz, batafsil ma'lumot bo'limidan ko'rasizlar va nimani sketchat qila olmoqchi bo'lsalaringiz, taomnomani sketchat qilib, ya'ni Excel formatda nima sarfladingizda, nima qo'ydingizda sketchat qila olish uchun ana bu bo'limdan qilasizlar. Nimalar kerakligini yozasizlar. Qaysi hisobotlar kerakligini yozasizlar, tanlashni bosib, qo'llashni bossalaringiz, o'sha sana, boshlanish sanasidan tugash sanasini tanlab. Masalan 1-iyuldan 3-iyulgacha deb tanlab qo'llashni bossalaringiz, sizlarga Excel formatda o'sha taomnomadagi hisobotlaringizni chiqarib beradi.
E'tiborlaringiz uchun rahmat. Nima savol bo'lsa, mana bog'lanish bo'limi bor bizada, fikr mulohazalar bo'limi. Fikr mulohazalar bo'limida uzatsalaringiz, sizlarning bog'chalaringizdan bu narsa bizga murojaat bo'lib tushadi. Telefon nomerlaringizdan profillaringizga kiritilgan, o'shandan admin sizlar bilan bog'lanib, o'sha muammolaringizga yechim beradi. Eng tezroq javob olish uchun Telegram guruhga murojaat qilishlaringizni so'raymiz. Telefon qilsalaringiz ham bo'ladi, lekin Telegram guruhdan nisbatan tezroq javob olasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Tushunmovchiliklar bo'lsa uzr. Tizimni yuritishda muvaffaqiyat tilayman. Man chuqur kirib borish shart emas. O'rganib olasiz sekin-sekin. Boshida buni o'rganish uchun bemalol menyularni kiritib ko'rib, ishlab ko'rishga bir imkoniyatlaringiz bo'ladi. Rahmat hammaga.